Salom do'stlar, barchaga xayrli kun, xayrli kech. Qachon ko'rayotgan bo'lsalaringiz. Mana biz yana o'sha mashhur American Surprise vaflisini ochishga qaror qildik. Juda ham ko'plab muxlislarning talabiga binoan. Bu atiga 3000 so'm, lekin juda ko'p magazinlarda 4000-5000 sotilayotgan ekan. Men sizlarga fishkasini o'rgatgan edim. Shunda ham yana qaytadan bir ko'k vaflisini ochib ko'rsatyapman. Ko'kidan ko'plar pul chiqargan dedi. Mana sipalab ko'rasizlar. Puli bor yo'qligi bilinadi o'rtoqlar. Buni reklama uchun olganim yo'q, faqatgina sizlar uchun bilishlaringiz uchun. Buning ichidan hammasining ichidan pul chiqmaydi. Qiziqqanlar sizlar sipalab ko'ringlarda o'zi bilinadi mana. Bunday qilsa puli bor yo'qligi bunda yo'q mana. Yo'q bo'lsa olmanglar, nima qilasizlar? Buni reklama uchun qilganim, menga bu vafli hech qanaqa pul to'lagan yo'q. Sizlar uchun ataylab ochdim. Mana 24-mart 25-yil. Birinchi marta ochganimda 7-mart kuni ishlab chiqarilgan edi. Qani birinchisini ochib ko'ramiz. Bismillah deb. Lekin aniq bilaman, buni aniq ichida puli yo'q mana. Ko'rdilaringizmi? Fishkasini o'rgatgan edim. Men degan qog'ozcha. Qani birinchidan ikkinchisini ochib ko'ramiz. Ha, buni fishkasini o'rgataydi mana. Mana shunda aniq pul bor mana. Mana ilinadi qo'llaringiz. Mana orqasida qog'ozi ham yo'q, o'zi bilinadi. Ochib shuncha o'rgatsam ham mana bu blogerlar uchun ataylab pul solingan deyapman. 5000 so'm puli bor ekan mana o'rtoqlar, ko'rdingiz. Mana bunaqa paketchaga solib qo'yishadi. Mana 5000. Onajon sizni yaxshi ko'raman degan tilak chiqdi. Mana qani. Mana ichida puli yo'q. Mana tekis, vafli qanaqa tekis bo'ladi? Xuddi shunaqa tekis fishka. Aziz muxlislar, tomoshabinlar, kanalimizning muxlislari, sizlar uchun mana yana bitta fishka. Oldin ham ko'rsatdim sizlarga, pirojnisini ko'rsatdimmi? Adashmasam. Mana ko'k vaflisini ochganim yo'q edi, shekilli. O'zim ochganimda pul chiqqan, lekin uni ham mana bunday qilsalaringiz o'zi bilinadi. Olganimda bunday qilib ko'raman. Hozir men ikkitasini shunday silab sipalab ko'rib oldim. Ikkitasining ichida puli borga o'xshadi. Sizlarga mana ochmayin kamerani tagida ochayin dedimda mana ochyapman. Hech qanaqa puli yo'qligi mana Sevinch ismli qizlarga chiqdi. Ikkalasi ham mana Sevinch ekan, mana bundan oldingisi ham Sevinch, bu ham Sevinch. Mana bular ham sizlarga hammasiga pul solsa qayerdan foyda qiladi. Mana shunchada puli bor. O'zim solib qo'ydim, nima zarar bularga. Sizga pul solib sizlar uchun buni maqtash uchun olib chiqmagan bo'lsam pul solmayman. Ataylar. Mana bundan ham 5000 so'm pul chiqdi. Ko'rgan bo'lsalaringiz pul taklanganda mana bilinadi. Agar tekis qo'yilganda bilinmasligi mumkin edi shunaqasi. Hozir bu taxlanib qo'yilgani uchun puli ko'rinyapti mana. Bor yo'qligi. Mana buni mana qadog'i bor ekan, mana ochilmagan, o'zim solib qo'ymaganman. Pechatlangan. Atiga 10000 so'm pul chiqdi 5 taning ichidan. 15000 ga oluvdim, 10000 qaytib keldi. Vaflilari mana. Xohlasalaringiz olib yeysalaringiz bo'ladi, lekin pul uchun bo'lsa qayta aytaman, hammasining ichidan pul chiqmaydi o'rtoqlar. Puliga kuydi, reklama qilyapti. Bizga buni reklama uchun bergan yo'q. Mana. Yaxshi juda ham. Mazasi ham bo'ladi, oddiy vaflidagidaqa. Atiga 10000 so'm pul chiqdi. Chiqmaydi buni, faqat silab sipalab ko'rib olamiz azizlar, olmoqchi bo'lganlar. Magazinchilar ruxsat bersa, ko'pchilik joyda ruxsat bermayotgan ekan. Ular ham bilib qolgan magazinchilar sipalaydi-da, puli borini 5000, puli yo'g'ini 3000 sotayotgan ekan. Ahamiyat beramiz. Sog' bo'linglar.